Assalomu alaykum do'stlar. 2024-yil 24-iyun sanasida do'stlar, tog'li joyda bu. Asli bu gilos tugadi. Endi kechki giloslarimizni oxirgi giloslarimiz pishib yetildi. Quva sharoitida 15 kun burun tugadi. Quva sharoitida pishdi. Tuzilish mavsumi boshlandi. Olib kelib ko'rsating yaqinroq. Do'stlar, qilganiga baho beringlar. Bundan oshig'i gilosga oshiq bo'lsa kerak. Gilosim qilmayapti. Anaqa qo'shma qilib yuboryapti. Yo'q do'stlar, bunda qo'shma bo'lmaydi. Ko'rsating taylarini. Buni ko'ringlar. Minutda qo'llaring to'ladi. Uzayotganimni ham ko'rsating mana. Buni ko'ringlar mana. Bir dona qo'shma yo'q. Kalibri 26-28 bo'ladi. Mana ko'p oladi mevani. Mana ko'rishlaring mumkin. Yoshi 3 yoshlik. Gilosdan boq qilaman deydiganlar, xudo xolasa xuddi shunaqa qilib bog'ini qilib beramiz. Olib kelib ko'rsating mana. Do'stlar, muqarranglar. Mana. Qilganiga baho beringlar. Minutda qo'l to'ladi mana. Bundan oshiq kalibr bo'lmasa kerak mana. Eng kuchli gilos shu bo'ladi. Yiqitib ham ko'rsatamiz sizlarga. Olib kelib ko'rsating mana. Do'stlar, bitta shoxidek qilgan ko'llar. 23 kilo, 24 kilo yuki bor. 3 yoshli gilosda. Shakar miqdori ham o'ta kuchli bo'ladi buni. Mana yaqinroq olib kelib ko'rsating mana. Do'stlar, bu yoqqan bo'lsa like, podpisani aytmaymiz. Gilosdan bog' qilaman deydiganlar bizga bog'lanishingiz mumkin. Xuddi shunaqa qilib bog'ini qilib beramiz. 3 ga 4 sistemada qilingan bog'imiz. Sog' bo'linglar, salomat